40 yoshida oila qurgan aktrisa Sitora Farmonova haqida 3 ta fakt. Sitora Farmonova 1984-yilning 20-avgustida Buxoro shahrida tug'ilgan. Aktrisaning 2024-yil 12-noyabr kuni Toshkentda to'yi bo'lgan. 40 yoshli Sitora Farmonova o'z intervyularidan birida asli o'zbekistonlik, hozirda Dubayda yashayotgan Muhammad ismli insonga turmushga chiqqani haqida aytib o'tgan. Aktrisa Sitora Farmonova turmush o'rtog'ining farzandlari bilan tanishishga ham ulgurgan. Turmush o'rtog'imning farzandlari mening ham bolalarim deya intervyulardan birida aytib o'tgan. U komik aktrisa Halimaxonim Ibragimova bilan do'st bo'lgan, keyinchalik ularning munosabatlariga darz ketgan. 2020-yilda bloger Doniyor Qayumov bilan munosabatda bo'lganligi haqida mish-mishlar tarqalgan, ammo keyinchalik bu munosabatlar barham topgan. Sitora Farmonova bir necha o'zbek kinokomediyasida, jumladan Xavfli burilish, Mening akam bo'ydoq hamda Endi dadam bo'ydoq filmlarida o'ynagan rollari bilan o'zbek kino olamida shuhrat qozongan. Aktrisaning muxlislari videoga like bosib, barcha yaqinlaringizga borib qo'ying.